Bahorda to'y bo'ladigan qizlar tayyorgarlikni hozirdan boshlayveringlar. Oda tomondagilar kelinimiz hech narsa pishirishni bilmaskan demasizlar. Iriska tortini eng oson tayyorlanishini sizlar bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum. Birinchi ishimiz 6 ta tuxum bilan shakarni oppoq bo'lgunicha mikser qilib ko'pirtirib olishdan boshlaymiz. Ketidan asal solib yana bir rol mikser qilamiz. Qabartma tuzi, un, kakaoni bittada qo'shib, bir xil xuddi shunaqa quyuqlikdagi massa bo'lgunicha mikser qilib olamiz. Duxovkangizga hamma joyga yetkazib, tekis qilib joylab, tepa-pasti teng yoq qilib qizib turgan 200 gradusli duxovkada atigi 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Biskvitni soviguncha kremini tayyorlaymiz. Buning uchun erib turgan yumshoq sariyog' ustiga zugushanniy moloko va varyonniy molokoni solamiz. Ko'p pishiriq pishiradiganlar shu molokoni skrinshot qilib olsanglar, sizlarga budjetli variant ham juda ham mazali. Bittada mikser qilib kremini ham tayyorlab oldik. Endi sovigan ko'shlarimizni avval teng ikkiga bo'lib, keyin esa o'rtasidan kesib to'rga bo'lib olamiz. Ko'sh krem qilib kremlab, chetidan chiqqan ko'shlarni maydalab, mana shunaqa bezatib olsak ham bo'ladi. Eng ustiga varyonniy molokoni xuddi shunaqa siqib chiqarib, shpashka bilan iz chursa, yana ham chiroyli bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.